Ey Oysha dedilar, siz kechqurun 4 narsa qilmagunga qadar uxlamang. 4 ta ishni qilib qo'yib keyin uxlang dedilar. Xatmi Qur'on qilib keyin uxlang dedilar. Payg'ambarlarga salovat aytmaguncha uxlamang dedilar. Musulmonlarni o'zidan rozi qilmaguncha uxlamang dedilar. Haj va umra qilmaguncha uxlamang dedilar. Oysha onamiz hayron bo'ldilar. Ota-onam fido bo'lsin o'zlariga ya Rasululloh. Meni 4 narsaga buyuryaptilar. Men shu o'zlari aytayotgan 4 ta narsani uxlashdan oldin qilishlikka imkoniyatim yo'q-ku meni. Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatdilar. Ey Oysha, sura Qul huvallohu ahadni 3 ta o'qib yoting dedilar. Xatmi Qur'on qilib yotgan bo'lasiz dedilar. 3 ta, bittasi 10 pora yuradi sura Qul huvallohu. 3 dona o'qib uxlang, 30 pora Qur'onni xatm qilib uxlagan bo'lasiz dedilar. Menga va mendan oldingi payg'ambarlarga salovat ayting, men sizni qiyomatda shafaat jo'yiz bo'laman dedilar. Butun mu'minlarga istig'for ayting, mu'minlar sizdan rozi bo'ladi. Shunday uxlang dedilar. Va 4-inchisi subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar deb uxlang, haj va umrani savobini olasiz dedilar.